Bütün ajoyib konsertlar marhamat. Keyingi navbatni tarbiyachilarimizdan ham ajoyib niyat kutgan holatda birinchi guruh tarbiyachi yetakchilariga beramiz. Marhamat ustozlar. Kelin salom aytamiz. Avval Xudoga salom. Kelin salom aytamiz. Odamlarga salom. Kelin salom aytamiz. Momo havoga salom. Kelin salom aytamiz. Payg'ambarlarga salom. Payg'ambarlarga salom. Qanday direktorlardan boshlaymiz. Direktorlarning eng zo'ri aytilgan gaplari to'g'ri. Majlisdan kirmasang peshonangni sho'ri. Rayhon ustozga jim salom. Taqomatda taqotning qo'ymas, bilganini o'rkakning qo'ymas. Biz tarbiyachilarni ortidan direktordan gapi eshitdan qaytmagan Darmarjon opamga juftdan aytamiz.
Belki iş reja, sıra çıkması, netice. Bakradi gündüz gece, Hacırbek Öztolda Cürsün. Ozodlikning xaridori, qarori xatib shumdori. Ko'plarning dil izhori Alisher ustozga juftdan. Daftar ruchka hamisha yonimda, tadbir bo'lsa ssenariy qo'limda. Shoirlar izidan qolmas yuragimda o'ti bor, voq chehra ustozga juftdan. Hammani qanadan quvadon, chiqmasang joningni aladon. Ki ichi ovshib yig'lar biridan, Gulobek ustozga juftdan salom. Çalın eğrinde, lager gelgende, ballanı emes kıyzanı gözünü teyinde. Boburbek istada cüften. Hazır bo'lib yuradiganlarning eng zo'ri. Katta uxlaganda hech narsani sezmagan, telefon deb cho'yishib gaplashgan Husayn Balo ustozga juftdan salom. Bizde onun için başlasak, yürsek sevişini teyip teşemdi. Hamma yerde özünü linkilep, görsek başlagan, şahsda ustaza cüften. Hamma yerda tayyor, kunlar yozar bedor. Yaxshiyamki shular bor, donajonimiz sol. Sardor va Doniyor ustozlaringga juftdan. Maşq bajarsek choy ichasan, bajarmasan eshikdan 4 oyoqlab qochasan. Ushbu gapni ko'p aytadi, Anajon ustoza juftdan. Tabiatni asragan, tini bilmay ishlagan, qurigan yerlarni yashnatgan Nurotmat otamizga salom. Oq karagan, hech kimga ozor bermagan Ma'mur ustozga juftdan. Uxlaganda ko'rpani o'chirgan, uxlatamini bilgan. Kechasi uxlatib bo'lmagan, tongda turib bo'lmagan, gap eshitib so'lmagan Shamsiddin ustozga juftdan. Tezroq keling, bajardik, kelin salomini boshladik. 14 kun yo'q lekin siz bor bitta chaqirganda ishton yo'ldan ketdik. Hey sizga Maladiy Sherzod bajardichiga juftdan salom. Harsamizni chaqirgan, qonimizni to'dirgan, poylarga juftdan salom. Shoiri birdamlardir shiori. Salom yor tong chog'i, общий tarbiyachi yetakchilarga juftdan. Telefonim zaryadi shu yerda ado bo'ldi. Xafa bo'lmang do'stlarim, salomim tamom bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli otalar, aziz mehmonlar, shirinlar shakar bolajonlarimni va nihoyat oxirgi kutgan kuni keldi. Sarhisob kunida shu qabul vaqtida aytganmiz, eng faol, eng bilimdon, eng chaqqon, epchil, uddabroq bolalarimizni 12 kun davomida qatnashgan tadbirlaridagi faolligi uchun rag'batlantiramiz deganmiz. Bugun nihoyat shu kunga yetib keldik. Demak, rag'batlantirishni boshlaymiz. Urganch tuman Urganch bolalar sog'lomlashtirish oromgohi 2-mavsum 3-guruh dam oluvchisi Ametova Shaydo rassomchilik bo'yicha 1-o'rinni egallagani uchun ushbu faxriylik bilan taqdirlanadi. Qadamboyev Odilbek faol ishtiroki uchun taqdirlanadi.
uchuvchisi Komiljonov Rasulbek rassomchilik bo'yicha. Ikkinchi mavsum birinchi guruh dam oluvchisi Davronboyev Behruzbek. Atabayeva Nigina raqs bo'yicha faol ishtiroki uchun hamyonlik bilan taqdirlanadi. Yangiboyeva Hilola ushbu hamyonlik bilan taqdirlanadi. Hasanova Mavluda ushbu hamyonlik bilan Rajabboyev Mirzobek ushbu hamyonlik bilan taqdirlanadi. Adilova Muxlisa ushbu hamyonlik bilan taqdirlanadi. Marhamat. Mat Yaqubov Shohrux ushbu hamyonlik bilan taqdirlanadi. Ikkinchi guruh ikkinchi mavsum uchinchi guruh dam oluvchisi Shuhrat Valalo ushbu hamyonlik bilan taqdirlanadi. Ikkinchi mavsum uchinchi guruh dam oluvchisi Salayev Yusufbek ushbu hamyonlik bilan taqdirlanadi. Oromgohimizni shu 12 kun davomida tanlovimizni g'oliblari va shuda 3 nafar dam oluvchimiz oromgohimizni eng yaxshi faol qatnashgan eng zo'rlari va liderlari. Demak, bular Komiljon va Gulesa qizimiz. Suhratbek Vahobjonov. Jonli ijroda qo'shilgan bolamiz. Qolgan bolalarimizdan muvaffaqiyatimiz shu 12 kun davomida bu bolajonlarimizdan hech narsa befarq bo'lmay har bir tadbirimizda faol qatnashgani uchun oromgohimizni maxsus sovg'asi bilan ularga rag'batlantiriladi. Hammasi. Endi shu 12 kun davomida lagerimizda bizlarni guruhlarda tarbiyachi yetakchilarimiz ham bor. Demak, 12 kun davomida ikkinchi mavsumni lider kubogini birinchi guruhimiz ustozlarimiz Oromgohni 12 kunlik ikkinchi mavsum kubogi birinchi guruhga nasib etgan ekan. Birinchi guruhdan boshqa jamoalarimiz bilan tabriklaymiz. Hech kim xabar bo'lmasligini tilaymiz.